Gap yo'q akalar. Sotuvimizga juda ham zo'r sastanadigan bo'lgan Lexus 570 tali avtomobillariga kelib qoldi-yu. Buni bitta baho bering. Qarang, shunaqa chiroyli ishlab qo'yishgan. Ranglarini aytmaysizmi? Kamyonbop. Avtomobilimiz 2017-yilda ishlab chiqarilgan va shu kungacha 83 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Motorimizga keladigan bo'lsa V8 507 367 ot kuch bilan jihozlangan. Bilasiz aka, hozir bunaqa avtomobillar sotuvda juda ham kam. Bosib orasizmi deyman. Gap yo'q akalar, avtomobilimizni bemalol haqiqiy oilaviy avtomobil deb ayta olaman. Nimaga desanglar, 3 ta radli va juda ham keng ishlangan salon. Zadniy vidga bitta baho berib qo'yasizlar, takoy L logo bilan LCD farlar juda ham o'zgacha vid berib turibdi. Diskamizga keladigan bo'lsa, 21-dyumli Michelin ballada turibdi. Endi esa avtomobilimizning ichki saloniga o'tamiz. Okalar, mana soatimizni qaranglar. Takoy chiroyli minimalistik qilib ishlab qo'yishgan, takoy Lexus yozuvlari bilan gap bo'lishi mumkin emas. Salonimizga keladigan bo'lsa, полностью qora kojniy salon. Sirarimizda takoy perforiyumni qilib ishlab qo'yishgan podogrev xolodilniklar bilan gap bo'lishi mumkin emas. Navrtlari keladigan bo'lsa, multimedial rol, head-up display, память сидения, akustika Marken Levinson, 4-zonli klimat kontrol, bespроводная зарядка. Mana 360larni bitta ko'ring, takoy tiniq ishlab beradi-yu, gap bo'lishi mumkin emas. Undan tashqari, nесколько rejimов езды, pnevmopodveska, sizni qulaylik uchun bu yerda bardachog'imizni sovutish sistemasiga ham egada, gap bo'lishi mumkin emas. Orqa salonlarimizga keladigan bo'lsa, o'rta centralniy управление orqali siz полностью klimat kontrolini boshqarib ketsangiz bo'ladi. Undan tashqari, sizni qulayligingiz uchun zadniy monitorlar ham mavjud. Avtomobilimizni ko'rdinglar akalar, gapiraman desanglar gap ko'p. Narxiga keladigan bo'lsa, shundoq past kapsiyani yozib qoldirganmiz. Agar avtomobilingiz ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol pastki raqamlarga telefon qilib, baraka qilib yuborsangiz bo'lardi. Aytgancha, kimga shunaqa avtomobil kerak bo'lsa, hozirroq videoga like bosib, podpiska qo'yishni unutmang, chunki bundan zo'r moshina, bundan zo'r narxda hali oldinda. Sog' bo'ling.